Endi san'atkorlar ichida qiziq voqealar ko'p bo'ladi, ko'p to'ylarga boramiz. Dadaxon Hasanov degan ashulachimiz hali ham bor. Uni ham Isroilda yaxshi bilishadi. Dadaxon aka endi hozir qarib qoldi bir paytlar. Mana Gulbahor o'rtog'im yaxshi biladi, endi yosh paytimiz super zvezda bo'lgan. Sherali Jo'rayev, Dadaxon Hasanov ikkita ashulachi eng patologga chiqqan payt, cho'qqiga chiqqan payt. Dadaxon akani o'zi eshitmasin. To'g'risini aytamiz. Dadaxon aka pul berib erkalatmagan muzikantlarni. 40 so'm pul berar ekan. Esir paytda bilasizlar, 40 so'm ham yomon pul emas. 70 so'm o'rtacha oylik edi, 40 so'm. 1000 so'm topsa ham 40 so'm berar ekan, 5000 so'm topsa ham 40 so'm berar ekan, 1 so'm topmasa ham muzikantlarga 40 so'm pul berar ekan. Har kuni 40 so'mdan doirachiga, hajjaychiga, usulitchiga 40 so'm standart. Yangi doirachi otdi, to'yga ketishayotgan ekan. Doirachi muzikantlarga aytdi, "Dadaxonjon, qo'lim zo'r. 40 so'mdan ortiq pul bermaydi, qanaqasi bu? Qanaqa pulni ko'paytirsa bo'ladi?" Siz kirib ketsangiz aytibki, "Dadaxon aka maqtovni yaxshi ko'radi, maqtash kerak. Yaxshilab maqtagin, qo'shadi, pul beradi." Shu bilan to'yga ketishyapti, Farg'ona vodiysida doirachi maqtab ketibdi, "Dadaxon aka, sizdan zo'r artist yo'q dunyoda. Sherali ham yuribdi-da, ashulachiman deb. Zo'risiz siz. Eng kuchlisi siz, Dadaxon aka. Ovozingizni qarang, ashulangizni qarang. Bunaqa san'atkor boshqa yo'q O'zbekistonda. Eng shu zamonning zo'ri Dadaxo'jasi sizsiz. Sizdan o'tadigan ashulachi yo'q, Dadaxon aka." Dadaxon qazarib o'zi rulda ekan. Rosa maqtagan ekan, shartta cho'ntagidan 25 so'm chiqarib doirachini cho'ntagiga solib qo'yibdi. Qo'ymading. Doirachi xursand. To'yda rasa chalgan doirani daranglatib, qoidasi bilan 25 ishlagan hali kechqurun yana oladi. Rasa kayfiyat zo'r. Kechqurun Dadaxon aka hammaga pul berib 40 so'm qilib doirachini yoniga kelganda 15 so'm pul beribdi. Doirachi, "Dadaxon aka, sen kamroq emasmisan? 25 mashinada olgansan" degan ekan. Shuning uchun san'atkorlarimizda shunaqa g'alati voqealar bo'lib turadi.